Tövəndə mən deyəxtanlarga chet eldagi muhojirlik hayot tasvirlangan yozmam, muhojirlik ochiq tushuklarini taqdim qilaman. Men bu asrimni hayotning har xil qismatlari tufayli ana vatandan ayrilib, muhojir bo'lib yashab qolgan barliq do'stlarimga, qarindoshlarimga bag'ishlayman. Mazkur yozma 2015-yil martda yozilgan. O'smir chig'imda yozuvchi Ablimit Hojining Tutiya nomli hikoyasini o'qib, ko'zlarim namlashib, o'zimga shundoq degan edim. El yurtdan, vatandan hargiz ayrilmayman. Keyin yeshimning cho'ng'iyishiga agishib, biladigan narsam ko'paydi. O'zim cho'ng bo'lmasam bo'lmaydi ekan. Aqlim zo'raymasa, teximi bo'lmaydi ekan. Buning uchun o'qimasam bo'lmaydi ekan. Shundoq ekan, ota-ona va urug' tuqqanlarimdan ayrilib, yiroq yerlarga bormasam bo'lmaydi ekan. Mendagi o'qish istaklari va fursatlari meni Pamir tog'larining orasiga joylashgan kichik tog'liq o'rmon maydonidan eng dastlabida tog'liq noya Ulug'chatga ilib borgan bo'lsa, keyin Toshliq, ammo mehri otash shahar otishga boshlab kirdi. Va oxirida rangaranglikka purkangan cho'ng markaziy shahar O'rimchiga ilib ketdi. Gerçi her bir qitim yurt atlaganda es tuyg'ularimda oz to'li o'zgarish bo'lsa-mu, ammo yuragim yanali to'xtirdi. Chunki men nagil barmay ota-ona, urug' tuqqanlarimdan ayrilib yurganim bilan xalqim bilan yashavaman-ku degan o'y aman menga hamroh edi. Bo'libmi, yangi yerlarda tanishgan do'stlarning do'stlik hurmati, odamgarchiligi va muhabbati qalbimni ilitib, go'yo kaynimda tog'dak uylanchigim bordek hissiyatda yashadim. Men Amerika qarab chiqqan aeroplanga o'ltirgan shu kunala o'zim o'smirligimda hargiz kirmayman degan chambarakning ichiga kirib qolganini his qildim. Ehtimol qutulman deb tutilibdi degan gap shundoq bo'lsa kerak. Bu yilgi bahor mening Amerikada o'tkazgan 17-bahor faslim. Xuddi tabiatda 4 fasl odamning hayotida balalik, yoshlik, o'rta yoshlik mazgillari bo'lgandek, mening muhojirlik hayotimning o'zgacha fasllari, mazgillari bo'ldi. Bu jarayonda men har xil issiq so'quq, achchiq chuchuklarni tetib ko'rdim. Bu kechmishlar meni ajdodlarimizning musofir bo'lmoqchi musulmon bo'lmabdi degan gapini tushunish fursatiga ega qildi. Chunki mening nazarimda e'tiqodliq musulmon dunyoni bilishga erisman bo'ladi. Muzofirchilik jarayonida bilganlari ko'payib mangadi. Kichik chig'imdan boshlabla uydan ayrilib o'qiganman. Ammo el yurtning ichida musofirlik bilinmabdi ekan. U chaqlarda urug' tuqqanlar o'zaro mehribon bo'lib qolmasdan, hatto tonish bilishlar arami odamgarchilik kuchlik bo'ladigan. Bir balani ota-onalar cho'ng qilmay, el jamoat tang cho'ng qilishib beradigan. Men Uyg'ur jamiyatida mavjud kishilar aro mehribonlik, odamgarchilikni va ishonchni ko'rib, tushunib va amalimning barcha ko'ngil xotiramda qoldirib cho'ng bo'ldim. Shu sababdan mening qalbimga Uyg'ur degan dunyodagi oq ko'ngil, nomusni qiladigan, odamgarchiligi kuchlik, o'zaro bir-biriga g'amxo'rlik qilishadigan esil xalq deydigan qarash cho'nqir singan. Shomanga birari, voy bizning odamlar undoq bo'lib ketdi, bundoq bo'lib ketdi deb og'rinsa, ishonmay ham ishonolmay qolaman. Jamiyatimizdagi taqsikash, parxo'r ham insofsiz bo'lib ketgani, kichik bolalarni o'g'irlab setayotgani, axloq jihatda buzilayotgani intayin oz sonli kishilar. Ammo bizning xalqimizning asosiy gavdasi yanada sap deb o'ylayman.
Her xil pəskəşliklərini qıldıran kişilər həmmə millətdə və cəmiyyətdə var. Hətta Amerikadakı qanun bilan idara qılınan cəmiyyətdəmi adamın aqliga sığmaydigan cinayət və axlaqsızlar yüz berib durdu. Mən şundaq qarayman. Başqalarına yamanlıq tiləydigan qarniyat kişilər aldı bilan ruhi sağlam bolmagan kişilərdir. Bu kasalliklarning paydo bo'lishiga pasib bo'lgan omillar sabab bo'lib, o bir xil manfiy bo'lgan sistemini shakllantirganda yoki to'g'risini aytganda bir xil nachar madaniyatni shakllantirganda jamiyatda kishilar aro mehr muhabbat tutishib, ishonch bilan aqida bir-biridan ajrashib, yaxshilik yetim qoladi. Paskashlik degan jodugar o'zining sehrini ishq silib, kishilarni texmi cho'nqur hongga ittirdi. Men vatandagi kishilar har kuni beshidan o'tkazayotgan reallikdan yiroqlab ketgan bo'lsammi, ammo xalqimiz esl xalq degan o'y hamisha men bilan birga. Lekin odamning o'yi bilan reallik o'tirsida hamon farq bo'ladi. Men bu farqning kichik bo'lishini bakmo orzu qilaman albatta. Muhacirlik bir odamning hayotidagi eng cho'ng musofirlik bo'lib, har xil sabablar tufayli muhacirlikda yashab qolgan kishilarning ichida normal his tuyg'uga ega kishining o'zining vatanini va xalqini aslamaydigini, seg'inmaydigini yo'q. O güzel tağ daryolar, g'irimsan yo'llar, o paj bozorlar, ah ko'ngil, sadda ham mehribon, mehmondo'st xalq. Ko'chlardan yangrayotgan naqshi muzikalar, mantikashlarning to'g'lashlari, 1 mant, 2 mant, 3 mant, kasl o'g'avallar. Bu aşpuzullarning oldidan o'tganda dimoqni g'idiqlaydigan mazalik puroqlar, yiliqi aşpuzuldan chiqqan mazalik puroqmi pul olaman deb o'ylaydigan xo'jayinlar va ularning ko'ziga pulni ko'rsatib qo'yib, qo'limdagi pulni ko'rding, ko'zingning piti o'ldi, ikkimiz xalos bo'ldik deb xo'jayinlarga taqobil turadigan Nasriddin apandidek chechan kishilar. Bu jonliq ko'rinishlar, bu jonliq hayot. U yerdagi qizg'in hayot, mundaqcha aytganda, o'tmish. Shu muhit cho'ng bo'lganlarning yuragini jig'iltidi, ko'ziga yosh keltirdi. Bir nachar sistema bo'lib shakllanib qolgan salbiy kuchlarni qanday yo'qotish kerak? Albatta, aktiv kuchlarga tayinib, aktiv kuchlarning paydo bo'lishi uchun kishilarda sapa bo'lish kerak. Unda sapa neden keladi? Sapa degan muaribdan, to'g'ri bo'lgan oilaviy tarbiyadan va yaxshilikqa intildigan odamlar to'pidan. Shundaqla bularning mavjud bo'lishi va taraqqiy qilishini kapolatga qildigan ochiq ham adil bo'lgan kuchlik qonuniy tuzumdan keladi. Shuni seniki nachar ishlar yoki ziyonli hodisalar kishilarning yomon qilmishlarining tufaylidan bo'ladi. Qonun bilan idora qilinadigan jamiyat kishilarning nachar qilmishlariga qarata iqtisodiy vosita orqali cheklaydigan qonuniy tuzumlarning kuchini yaxshi joriy qildirdi ekan. Qonunni ijro qilish ochiq ham nisbatan adil bo'lg'achqa, kishilar o'zining qilmishining o'ziga qanchalik ziyon ilib keldigini bildiganda, unda ishlarni sodir qilishdan amal bor saqlandi ekan. Alayli mashina deganda qatnash qoidasiga xiloflik qilsa, uningga tegishli jazo bor. Bu tuzum Amerikadami bor, vatandami bor. Ammo ijro qilinishda farq bo'lishi mumkin. Albatta bir adil jamiyatda jinoyatlar bo'ladigan uningga mos jazomi bo'ladi. Halbuki tayoqni yetmaydigan jamiyat, yanılı feodallik tuzumining asaratidan qutlanmagan, taraqqiy qilmagan jamiyatdir xolos. O'tgan yillardagi muhojirlik hayotimda men bu yerdagi hayotning ochiq tushuklarini tetib baqdim. Xabaringlarda bor bo'lgandek, men chet elga hayotimda boshdan kechirganlarimni yozib keldim. Buningdan maqsad ba'zilarning dunyoda siyosiy, iqtisodiy, fan texnika va harbiy jihatda kuchli bo'lgan bu jamiyatni tushunishiga yordam berish bo'lsa, yana ba'zilarga az to'la badiiy zo'q beg'ishlash. Men o'zim tushunmaydigan dabdablik so'zlarni qilishni xohlamaydigan, o'zimga yarashmaydigan qalpoqni kiyib qilishni nazar aylaydigan, o'zimning qurb yetmaydigan ishlarga chang solmaydigan odam. Shunga mendan g'oyiviy va dabdabalik so'zlar chiqmaydi. Nima ko'rsam, qandoq o'ylasam shundoq yozaman. Chunki men oddiylikning ichida go'zallikning bo'lganligiga ishonguchi. Mazkur yozmamda bayon qilgan voqealar oddiy ishlar bo'lib,
Men beşimden o'tkazgan bu ishlarni ko'pchilikka aytib berish orqali ularning Amerika jamiyatini tushunishga foydasi tegsa, hamda ularga oz to'la badiiy zavq bersa, ajab emas degan o'ydiman xolos. Ammo sizlarning vaqtinglarni olg'im yo'q. Birinchi, qatnash qoidasiga aloqador hikoyalar. Amerikaga kelgandan buyon men ko'nlarning Qarg'uning shahriga borsang, bir ko'zini qisib ol deganni asli tutib, ba'zida ko'zimni qisib yashagan bo'lsam, ba'zida ko'zimni ochiq qo'yib turib, yashab mush kunga keldim. Ba'zi tushunmagan narsalarni tushungan bo'lsammi, ammo tushunmaganimning ko'pligini his qildim. Odam degan ortiq ishga boshqa tursa o'zi malol bo'ladi. Bu xuddi oxir chiqmaydigan matematikalik tanglim bilan apilishib, oxirini chiqara olmay jili bo'lgandek ish. Shunga men oxiri chiqmaydigan ish qiziqmayman. Ham men hech kimga havas qilmayman. Boshqalarning ishiga aralashmayman. Ammo har bandisini yaxshi bo'lsin deyman. Yaxshi odam bo'lsa hurmatlayman, yaxshi ish bo'lsa olqishlayman, yomon bo'lsa apladayman, o'zi nachar tabiatli kishi bo'lsa, uningdan hazar aylayman. Berish kelish qilmayman. Mundaqcha aytganda men Uyg'ur Jorji bosh. Ya'ni agar sen yaxshilik tarafda turmasang, sen cho'qimki yomonlik tarafda deb qaraydiganlarning biri. Ma'lum masala ustida berilgan maslahatlar to'g'ri bo'lsa, qabul qilman, xato bo'lsa rad qilman. Chunki mening o'zimning hayotda amal qilgan mezonlarim bor. Bu albatta uzun yillik turmush amaliyatim jarayonida yetildirgan kishilik xarakterim. Muayyan narsani, shayini va odamni bilishmi ham tushunishmi ma'lum jarayonning bo'lishini talab qildi ekan. Mening Amerikaning qatnash qoidasi haqidagi bilishimmi 5imdan o'tkazgan amaliyot jarayoni cho'nqurlashdi. Ata-onam Amerikaga tunji qatim kelgan chog'da men texi shofirlik kenishkisini elishda berdigan amaliyot imtihonini o'talmay, shofirlik pravosini ilib bo'lolmagan edim. Mashina amaliyot haydab ko'msang, qog'oz o'rgangan qoidalar esim taz qolmaydi ekan. O chaqda biz Sharqiy Bostondagi dengiz bo'yiga yaqin Sharq egizligi deydigan mahallada turatdik. Bir kuni ata-onam bilan bozorga chiqib bormoqchi bo'lib sirtga chiqdik. Poyezd bekatiga borg'ichi bir ko'chani kesib o'tishga to'g'ri keladi. Biz bu yo'lda bir oq belgilar sızilgan yerga keldik. Odatda men shu yerni kesib o'tatdim. Ammo o kuni biz bu yerda shu yerga kelganda ikki tarafdan kelayotgan mashinalar darhol to'xtab, o'tib olinglar deb ishora qilishdi. Bo'lmasa qizil chiroq yo'q edi. Buni ko'rib anam og'iz-og'izga tegmay, ot shivista ularni maqtab so'zlab ketdi. Ma'ni ko'rsang, nima degan esl haq bu asna? Qaylanglar. Bizni jiroqdan yerdan, chetaldan kelibdi, o'tib olinglar deb yo'l beryapti. Men bu ishga diqqat qilmagan ekanman. Shunga darhol onamning gapiga ishonib qopdim. Zodi adabli haqchuma bular, odamning hurmatini qiladi. Ardın az vaqt o'tgandan keyin shofirlik pravamni oldim. Yo'llarga chiqdim. Ammo qatnash qoidalariga toza diqqat qilib bo'lolmadim. Bir kuni shaharda Boston shahri ichiga mashina haydab kirish to'g'ri kelib qoldi. Mashinani shahar ichida belgilangan suratda haydab ketib o'tib, ko'zim eliqi oq siziqlarning ikki tarafida turgan piyodaliklarga tushib qoldi. To'xtaymi, to'xtamaymi deb ikkilinib bo'g'icha, voy deyishimga ulgurmaylar, mashinam putimdan itik chiqib ketib, u yerdan o'tib ketib qoldi. Shundoq o'tishimga keynimdan chirig'ini paldirlatib, saqchi mashinasi o'g'lab keldi. Nemish bu endi? Nima xatolik qilgandim men? Mashinani to'xtatib, qo'limni roldan olmay saqchini saqlab turdim. Yaxshimisiz apandim? Adab bilan salom qilib keldi, qartalik saqchiga ketdi. Kenishkingizni chiqaring. Birdamdan keyin u $50 jarimani qog'ozini ko'tarib keldi. Men texchi nimani xato qilganimni bilmagan edim, shuni so'radim. Bu jarimaning sababini deb berarsizmi? Oq siziqda kesib o'tishni saqlab turgan piyodaliklarni o'tkazib o'tib, ondan menishingiz kerak edi. Bu degan qoida. Ha, mundaqdan rahmat dedim. Shuna qilib men $50 jarimani to'lab bu qoidani bilib oldim. Bu mening yegan tunji jarimanim bo'ldi. Ammo shundan keyin bu siziqni ko'rganda diqqat qilgan bo'ldim va shundala ayni chaqdagi onam bilan deyishgan gapni asladim. Biz 2007-yil Quincy degan shaharga ko'chdik. Turayotgan yerimizga ommaviy qatnash qulaysiz bo'lganlikdan har kuni mashina haydab shaharga kirishimga to'g'ri keladi. Ammo odatda 25 minut bes bo'lgan yo'l shunda qisqistan bo'lib ketadiganki, 80 minut vaqt ketib ishim pushadi. Bir kuni yo'lga chiqib qarasam, yo'l yana qisqistan. Ammo alayda yasalgan birla mashina patadigan yo'l ochiq. Ba'zi mashinalar kirib ketadi. Men bangan yo'l yanli qisqistan. Shuning bilan men heliqi ayrim yo'lga mashinamni burdim. Azroq menib u yo'lga kiray deganda, kirish ig'izda germanlarning gestaposida kiyib olgan bir saqchi to'sdi. Mashinani to'xtatdim. Nimish bunday yo'llar mangsan deb so'radi saqchi. Boshqalar menvatidi-ku, men paqay dedim. Shu gap bilan bu saqchi shofirlikdan ishkamni so'radi. Qarsam u menga jarimani yozg'ila tayyorlik qilyapti. Apandim, men nimaga xiloflik qildim? Hech nima tushunmadim. Sana $180 jarimani yozman. Chunki sen menga bo'lmagan yo'lda mangding. Men qaymib qoldim.
Bu yol tuğsa, başqalar minib atsa, bu qanday bo'lib ketdi o'zi? Men rost hech nima tushunmadim. Saqchi mening chiroyimda ifodalangan har xil ifodalarga, bo'pmi, gangrash va saddilga qarab, mening bu yo'l haqida hech nima uqmaydiganligimni ishondi va dedi. Av yo'ldan chiqib ketdi. Men nomerini xotirlab oldim, bo'lmasa jarimani qo'yman. Maqa hujam dedim ishimda Qashqadaryoda va bu yo'ldan chiqib ketdim. Shuningdan keyin men bu yo'lning nimaligini bilib oldim. Bu yo'lni Xo'layin deb ataydi ekan. U yo'lda bir mashinada 2 yoki 2 dan ortiq odam bo'lsa, andan mansi bo'ladi ekan. Shunga bu yo'lda qisqanchilik yo'q bo'lib, kishilar manzilga tizilib bora oladi ekan. Mening tanha minishim u tuzumga xiloflik bo'lib, albatta soqchilar tutadi ekanda. Jarimani oladi ekan. Buningdan maqsad kishilarni 2-3 dan bo'lib mashina haydashga rag'batlantirish, shu orqali muhit bulg'inish va qatnaq qisqanchiligini tuvanlish bo'lishi kerak. Shu ish yuz berib oz kundan keyin men Bostonning yerlik gazetida bundaq bir xabarni ko'rib kulib ketdim. Ayni chaqda men qo'y bilmay u yo'lda menibdiman. Ammo bilib turib tavakkulchilik qilganlar bor ekan emasmi? Dal shu yo'lda saqchi tang sahar 6da mashina haydab chiqmagan bir ayolni tutib olgan ekan. Gap. Mao kasofat ayolni bir buvayning haykalini yasab, yendik o'rindiqqa o'ltirg'izib qo'yib, bu yo'ldan tang sahar talay qatib menga yevagan gap. Başqa saqchilar uni bilmagan gap, ammo ko'z kunda sunmaydi, kunida sunadi degan rost gapda. Bir sagak saqchi bu ayolning yelisini bilib qolgan gap va $1000 jarimani qo'ygan gap. Voy, bu o'zi qiziq gap. Shuning keyin o'zim yolg'iz u yo'lda mashina haydab bormadim. Chunki hayvon jinida bir qatim tushgan o'rg'a ikkinchi rat tushmaydi-da. Bultur yozda ishdan qaytib, soatimga 100 kilometrlik surat bilan yuqori suratli tosh yo'lda ketib o'tib, ko'zim mashinaning keynini ko'rsatgan aynak tushib qoldi. Bir mashina keynimdan nihoyat tez suratga kelyotdi. Boshqa liniyaga chiqib ketmasam, iniqli meni so'qidi. Voy Alloh, deb mashinani buray degicha o chaqqan chiqdi-da, mashinamni gummil so'qibdi. Oldi keynimga qattiq bir silkindim. Mashinani men to'xtatdimmi yoki o'zi to'xtab qoldimi esimda yo'q. Qarasam mashinamning keyni putlay sho'lib, ikki keyni ikki choqi itilib ketibdi. Keyni ikki choqi itilib ketibdi. Azroq istan puruq chiqqandek bo'ldi. Mashinadan tushay degicha 30-35 yoshlarda bir ispan bola intayin aloqazotlik bilan yugurib keldi. Qandaq ahvoling, saqmisan? O'tib ketgandan uning og'iz gap kelmaydi. Qarasam cho'ncha taq yo'q. Xudoga shukr dedim. Mashinadan darrov tushib va uning mashinasini yinaga bordim. Uning mashinasi yo'g'on mashina ekan. Hech nima bo'lmabdi. Uni ko'rib, ondan men nemishqi kishilarning yo'g'on mashina olganligini sababini tushungandekmi bo'ldim. Xudo saqlagan yerda qazo bo'lmaydi. Mashinaga inchiklab qarasam butunlay tug'shabdi. Chiqirgan kani ajralib chiqib ketayli deb qopdi. Agar keyin o'rindiqda odam bo'lgan bo'lsa, o'lmagan taqdirda ig'ir yaralindi ekan. Bu mening mashina haydash tariximdagi tunji uchragan voqea bo'lg'achqa, nima qilishimni bilmadim. Ispan bola darhol bak jiddilashib ketibdi. Seni o'lib qoldimkin debdiman. Yaxshi ishim bo'lmabsan. Bu butunlay mening xatoligim. Men bugun bak sahar ish chiqib ketganligini, shuni charchab ketib ko'zim uyqu ketib qopti. Ansirma. Mening mashina sug'urtam yaxshi. Endi qanday qilamiz dedim uningga. Saqchi chaqiramiz dedi u. Jiddichilikdimi va yoki endi kelar yillik sug'urtam qimmat bo'lib ketadigan bo'ladi deb vaymiganlikdimi, telefonni darhol topolmadi. Shuning bilan men o'zim saqchiga telefon qildim. Odam o'lgan, yaralangan ish bormi? O'rni qayerda? Jiddiy qutqarish mashinasi avatamdiq. So'rdi saqchi menga javoban. Odam o'lgan, yaralangan ish yo'q, qutqarish mashinasi ajasiz. Mening bu bolaga ishim og'irdi. Chunki men uning oila ahvolini, nerda turganligini so'rab ulgurib bo'lgan edim. Ikki kichik bolasi bor ekan. Bu balg'im o'ng'ay emas. Bu yerda kun o'tkazish. Bu balg'a chiqim va ko'p bo'lib ketmasin degan o'y bilan qutqarish mashinasini rad qildim. Chunki bu mashinani bir ishlatib qo'ysa, kam deganda $3000 yo'q degan gap. Sug'urta shirkati buni vakolatdan to'lab bergan taqdirda u pulni qaytarilishi uchun bu balning sug'urta haqqini kelar yildan boshlab baklashib o'tdi. Uyg'ur degan shunday haqqi biz. Biror hodisa bo'lsa, uni odamdan ko'rmaymiz, taqdir peshondan ko'ramiz. Omon bo'lsak, shukr qilamiz. Ashpashtovchi saqchilar yetib kelib uchurlarimizni oldi. Men yana bu balga gap qilib, gap kelib qolmasin uchun saqchilar bu balning qanchalik mas'uliyatchan ekanligi, qishib ketmaganligi to'g'ri so'zlab, yaxshi gapini qilib ketibdiman. Bularning uning bilan kar bo'lmaydiganligini men nim bilay. Hey, nima degan bilan boshqa jamiyatning tafakkurining ta'siriga uchragan gapda. Kechda bir saqchi meni mashinasi bilan uyimga kelib qo'ydi. Bir oydan keyin sug'urta shirkati mening mashinamni butunlay kiraksizga chiqarib, to'lam pulni avatib berdi. Ammo nurg'un hujjatlarga qo'l qo'yg'izibdi bu janvala. Men saq qolganim xo'sh. Az kundan keyin Bostonda o'qiydigan bir Uyg'ur enim bilan mashinamning nomer taqsini olib olgan edim. Bu enim mashinamni ko'rib, "Aka, doktor bormi?" deydi. "Yo'q desam bir basala. Buning ta'siri asti xarakterlik bo'ldi" deydi.
Bu inim yeşil qarğanda köp iş bildiğin danışman balı bulup, men xeyli bir işlarda onun məsləhətini elib görətdim. Onun gepini anlap oylanıp qaldım. Degəndək ətisdən başlap belim ağrıgandək boldu. Şu həbtisla xusus doktorum bilan görüşdüm. Çünki kallam silkinib ketgan bo'lishi mumkin deb o'ylab qoldim va hatto ayolimni askartib deb qo'ydim. Ba'zi gaplarni xato deb ko'nglingni ranjitib qo'ysam xafa bo'lmaymi? Kallam silkinib, hujayralarım bo'shab ketgan bo'lishi mumkin bu hodisada. Doktor tekshirib, meningda muskul tartilib ketishdan boshqa masala yo'qligini aytdi va ba'zi davolanish tadbirlarini ko'rsatdi. Shu hodisadan keyin mashina deganda bak diqqat qilgan bo'ldim. Sen 1000 diqqat qilib aytsangmi, boshqalar diqqat qilmasa, yana balog'aga uchrab qoldi ekansan emasmi, chatoq yera. Biroq sug'urta shirkatlarining vaqaga aloqador ikki taraf o'tirishgan masalani o'zlarining yuqori sifatli mulozimat bilan hal qilishi meni rozi qildi. Mening mashinamni so'qayotgan balani shu vaqadan keyin ko'rib baxmadim. Ammo mashinaning ziyini sug'urta shirkati hisoblab to'lab berdi. Men rozi bo'ldim. Ikkinchi. Bilmagan yerning do'ngi cho'nqur. Men o'zim xushovoz yashashga intilib yashaydigan odam. Bir o'ylasang, atalarning o'limdan boshqa tamasha degan so'z bekor aytilgan. Shunga amal bor, kunlik turmushimdan xushallik izlab yashayman. Bu yatalda o'zimning ko'nglimni o'zim xo'sh qilmasam, bana chaqchaq qilib beradigan Yaqub Umarga o'xshash saboqdoshlarim yo'q bu yerda. Men uchirgan odamlar mayli u qaysi irq va e'tiqodga odam bo'lsin, oldi bilan uningga insoniy muomala qilaman. İnsanlıq tuyg'ularim bilan ularni tushunishga va aql ko'zim bilan ular yashayotgan muhitni, sharoitni bilib tirishman. Men qartanlik xalqlarning aqtanliklar tarafidan Amerikaga qul qilib ilinib kelinib tartgan kashfiyotlarini yaxshi bilaman. Yıldız nomli televiziya filmi bu vaqt yaxshi uchirib berdi. Qartanliklarning raisi Martin Luther Kingni Amerikada bilmaydigan odam yo'q. Amerikaning asosiy qonunida har qanday turdagi kamsitish cheklangan. Kamsitish degan ma'lum irqdan yoki ma'lum odamdan ustun ko'rib farqli muomala bo'lishdan kelib chiqadi. Amerika jamiyatida o'tgan asrning 60-yillarning o'rtalarida yuqori to'lqinga ko'tarilgan kishilik huquqini qo'g'dash to'lqinlarining natijasida qartanliklarning o'rni burun qarorga ko'tarildi. Ularning hozir davlat prezidenti va ministrlar bor. Shundaqligiga baxmay, ko'p sonli qartanliklar boshqa irqliklarga qaraganda yanada namrat. Ishsizlik ularda yig'ir. Albatta men bu yerda ularning sabablari haqida to'xtalmayman. Ammo muhojirlik hayotining dastlabida qartanliklar rayonida bir necha yil yashadim. Bir qatim bir qartanlik bolaning qurolliq bulangchilikqa uchrab baqqandan boshqa bu yerda bir voqeaga duchor bo'lmadim. Ko'zatsam qartanliklar Amerika jamiyatida boshqalarga qaraganda nisbatan rost keyin ekan. Buning sabablarini ichki ham tashqi amaldan izlaymiz albatta. Lekin men bu yerda bu haqda to'xtalmayman. Maktabda o'qiyotgan shu mezgillarda bir juma kuni maktabning kompyuterxonasi kashlik ismini ishlab bo'lib uyga qaytdim. Yoz fasli edi. Havo shundaq yaxshi. Uyga berishga bir ko'ch qolganda qarsam, bir ko'ngil ichish klubining oldida qartanlik ayollar ratlik oldi qator turishib ketibdi. Qursqimga bir jin kirdi. To'xtab tura. Michael Jackson qartanlik dunyoga to'nilgan naqshchi. Zodi bularning naqsh muzikallarini bir anglab baqay. Men shundaq sog'lom bo'lgan narsalarga qiziqib havas qilib baqadigan edim. Men qarlarning qatoriga tizilib $5 to'lab klubdan chiqirdim. Bir tarafda muzikalar chilinib, naqshlar aytilib. Har xil badan qurilmasiga ayol, o'g'il, qiz toza diskoga tushib ketibdi, yig'anishib. Dastlabda bu qartanliklarning naqshining gapini damalaq tushuna olmadim. Ammo biroz turgandan keyin buni gapini ochiq anladim. Shake baby, shake what mama gave you, shake. Silkin jinim, silkin. Apang berganini silkin. Nima da'vatganda mavu? Bu naqsha, lekin mavu odamlar naqshning tekstiga ash so'z takrorlanganda so'rin boshqacha jalinib ketadi. Men shuni bayqab qoldim. Shuning bilan bir bulonda turgan, menga o'xshash o'ri turgan do'stlarni chiray bir baldan so'rdim. Nima degan gap bu? Bu nimani silkigan da'vatida? Kulib ketdi u bola. Va qara avninga deb semiz sag'risini toza bo'lishga silkab o'ynayotgan Yanuariyada kilangsiz kelgan qartalik bir qiz bolani ishora qildi. Mundaq kenda dedim ichimda va menmi kulib ketdim. Ma'u kulib turgan bola uning bilan disko o'ynayman deb berib qolsa, bu qiz shundaq silkilib tursa, bir silkisi uning apsi berganini ma'u bola qaqib tushmandoy. Bütün dunyoni unutib, go'yo at kelmaydigandek beg'amlik bilan o'zini silkiyotganlarga qarab, menmi silkinib ketmay deb ansirab asta kulib yinib chiqdim. Biz Uyg'urlar odatda adab qoidaga odamgarchilikka e'tibor beramiz. Tonishlar bilan oshxonada uchrab qolsak, qarshi tarafdan pulni to'lib o'tishga oldiraymiz. Birovni bir ish uchun yordamga chaqirsak, ish tugaganda qarshi tarafni obda mehmon qilib yo'l olamiz. Lekin bu amerikaliklarda bunday odat yo'q ekan. Men xizmatga yangi chiqqanda idoraning yendik qahvaxonada o'chirib turganda, keyinib turgan xizmatdoshlarimni ko'rib, ularning pulini to'lab qo'ysam, "Oh, really? Thank you." Rasmi bor. Rahmat juma deb ketishdi. Men dastlab hayron qoldim. Voy bu $2-3 odam o'ltirmaydi-ku. Keyin qarsam, bu jamiyat undaq birisi hech nima bilib bermaydi ekan. Ya'ni hech qanday munosabat bo'lmagan ahvolda. Xudoga shukr. Keyin ansam, agar bu yosh qizlarga bekorlik 5-10 qatim bir nima elib berib qo'ysang, menga yomon niyati bo'lyapti deb azqilishni inanmaydi ekan ba'zilar. Shundan keyin menmi mumsiq bo'lib oldim. Ya'ni mumsiq pay bo'lib oldim.
Shunda qizg'in paranglashib yenimda to'simi, o'zimnikini o'zim elib pulini to'lab ketaveradigan bo'ldim. Lekin bu qallig'i yosh chaqda singib ketgan ko'z qarash hamon o'zining yoshrin kuchini ko'rsatib turdi ekan. Harvard o'qiyotgan vaqtimda Yuki ismli yaponlik bir qiz bilan saboqdash bo'lib qoldim. Yuki egiz bo'y, nazokatli ham go'zal qiz bo'lib, Yaponiyaning go'zallar modeli musobaqasida natijaga erishgan ekan. Ham saboqdash ham yaponchaning hojatini aplab chiqarganim uchun u meni xeyli yaqin ko'radi. Bir kuni u o'g'il saboqdashlardan uchini o'zining uy ko'chishiga yordam qilishga chaqirdi. Biz bordik. Uydim ko'chib bo'ldik. Bil tamoq yeyli dedi. Dedi u. Shuning bilan to'rtimiz bir tamoqxonaga kirdik. Men Uyg'urcha o'ylab qoptiman-da. Bizni uy ko'chishga chaqirgandan keyin Yuki bizga tamoq akilib berdi deb. Men Yuki bilan parang tushib ketibdiman. Angacha Fami degan bola tamoqni akilib yeyishga boshladi. Yana diqqat qilmabdiman-da. Yuki shu yerda so'rab qoldi. "Qaysar puling yo'qmi? Men hozir tamoqimni olaman." Men shundan andin tushundim va xijil bo'lib ketdim. "Voy bo'ldi, sen o'ldi. Nima yeysan? Men sen alg'ach kelaydim darhol. Yo'q, o'zimizgini o'zimiz olaylik. Let's go Dutch" dedi u. Yuki va men bilan birga qator turdi. Shu ish bilan burnim suv kirgandek bo'ldi va shundan e'tiboran bunday ishga diqqat qiladigan bo'ldim. Lekin men mangu Uyg'ur. Navati Bo'ston kelib qolsanglar, "Salom, men keldim" deb dali beringlar. Juma, tatinmay. Mehmon qilish. Mendan mehmon bo'lmish sizlardan.